Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, matematika 0 dan kursimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz unli kasrlar va agar ulgursak, davriy cheksiz bo'lgan kasrlarni ham bir vaqtning o'zida o'tib ketamiz. Xo'p, bugun sizlar bilan o'rganadigan narsamiz bu unli kasrlar va unli kasrlar bilan misollarni ishlashni o'rganamiz, qiyinroq misollarni ishlashni o'rganamiz va unli kasrlarni oddiy kasrlarga o'tkazish yoki oddiy kasrlarni unli kasrlarga o'tkazish xossalarini o'rganib bilib olamiz. Xo'p, unli kasr bu o'zi nima degani? Agar endi birinchi qoidasini o'qib olaylik. Agar kasrni mahraji 10 va uning darajalari ko'rinishida tasvirlash mumkin bo'lsa, bunday kasrga unli kasr deyiladi. Agar kasrning mahraji nimaligini bilamiz. Masalan, 2/5, to'g'rimi? 2/5. Mana bu surat, to'g'rimi? Surat. Pastki qism mahraj. Buni bilar edik. To'g'rimi? Kasr chizig'i bu bo'linmani anglatadi. Bu xuddiki 2 bo'lingan 5 kabi yozsak bo'ladi. Shu bilan bir xil ma'nosi. Biz o'sha mahrajni nima qilishimiz kerak ekan? 10 va uning darajalari ko'rinishiga olib kelishimiz kerak ekan. 10 ga qanaqa olib kelsak bo'ladi? O'ylab ko'ring. 2/5 ni mahrajini 10 qilib qo'yishni qanaqa qilib iloji bor? Buni bitta yo'li bor, faqatgina nimadirni ko'paytirib yoki nimalarni bo'lib, masalan. Biz hozirgi holatda ko'paytiramiz 2 ni. Lekin faqat mahrajni o'ziga qaysidir sonni ko'paytirish bu xato hisoblanadi. Kasrning ma'nosi o'zgarib ketadi. Ya'ni kasr boshqa narsaga teng bo'lib qoladi. Bunaqa qilish mumkin emas. Shunchaki olib 5 ni 7 qilib qo'ya olmaymiz-ku matematikada. Qanaqadir o'zgartirish kiritsak bo'ladi. Xo'p, agar kasrni ma'nosi o'zgarmasligi uchun suratga ham mahrajga ham 2 ni ko'paytirishimiz kerak. Ya'ni suratga ham mahrajga ham bir xil narsani ko'paytirsangiz, kasrning ma'nosi o'zgarmaydi. Bu bo'ladi 4/10. Mana endi unli kasr ko'rinishiga keldi bu. Ya'ni mahraji 10 ga keldi. Endi buni biz unli kasr ko'rinishida yozamiz. 4/10 bu bo'ladi 0,4. Mana bu qism butun qismni anglatadi. Bu yerda butun qism mavjud emas, 0,, to'g'rimi? Aralash kasrlarni o'tgandik. Bu qism, ya'ni verguldan keyingi qism bu suratda qanaqa son turganini anglatadi. Va suratdagi sonni siz qanaqa songa bo'layotganingizni anglatadi. Agar verguldan keyin bitta son bormi, demak mahrajda 10 turibdi. Va verguldan keyin 4 mi? Suratda 4. Boshqacha yana bo'lishi mumkin. 0,04 masalan. Bunda ham suratda 4 turibdi. 0,4. Endi 0 ni yozib o'tirmaymiz. Kasr chizig'i mahrajda nima turibdi? 2 ta 0li son, ya'ni 100 turibdi. 10 ni darajasi 100, to'g'rimi? Yoki 10 ni darajasida yozsak bo'ladi. Xullas, mana bu unli kasr bunaqa ko'rinishga keladi. Bu unli kasr mana bunaqa ko'rinishga keladi. 10 va uning darajalari deganda mahrajda demak bo'lishi kerak ekan, yoki 10 yoki 100 yoki 1000. Umuman olganda suratni shunchaki bitta son qilib ham, masalan 10 mingli mahraj ostida yozsa bo'ladi. Shunaqa kasrlar ham bor. 10 mingdan 4 deganda 10 mingta bo'lakka bo'lganda o'shan 4 ta bo'lagi. Mana bu ko'rinishga keladigan bo'lsak, mahrajni, ya'ni surat va mahrajga bitta sonni ko'paytirish bu kasrning ma'nosini o'zgartirmaydi. Bu xuddiki 25 ni o'rniga 5 ni kvadrati degandek yoki 10 ni o'rniga 5 ko'paytirilgan 2 yozish demak. 10 ni o'rniga 5 ko'paytirilgan 2 yozish demakdek. Nimaga? Chunki bu chap taraf ham 10, o'ng taraf ham 10. Hozir 2/5 ga biz 2 ni suratga ko'paytirdik, mahrajga 2 ni ko'paytirdik. Bu bizga 4/10 ni beradi. Va biz bilamizki 2/5 va 4/10 lar bular bir-biriga teng. Nimaga? Chunki 10 ta shkalatdan 4 tasini olish bu 5 ta shkalatdan 2 tasini olishdek gap. To'g'rimi? Yoki 2 ga qisqartirsak 2 pastda 5 bo'ladi. Buni biz bundan oldingi mavzularda yaxshilab o'tib ketganmiz. Agar aynan shu xossa sizga tushunarsiz bo'lsa, qisqartirish yoki bir xil
nimaga narsaga ko'paytirish surat bilan mahrajni siz bundan oldingi video darsliklarni ko'rishingiz kerak bo'ladi. Hozir esa unli kasrlarga o'tamiz to'liq. Xo'p, masalan berilgan ekan mana 2345 bo'lingan 10 ning 3-darajasi bu 1000 degani. 1000. Nimaga? Chunki 10 ning 3-si bu 3 ta 10 ni bir-biriga ko'paytiramiz degani. Shu sabab 10 ni 10 ga 100, yana 10 bu 1000. Xo'p, demak biz yozishimiz kerak 2345 ni o'zini va vergulni qayerdan olib kelamiz? Orqadan boshlab 3 marta sanaymiz. 1 2 3. Mana bu yerga joyga qo'yamiz vergulni. Shunda javob 2,345 mingdan bo'ladi. Mahrajda nechta nolli son turgan bo'lsa, o'shancha marta biz vergulni orqadan boshlab sanab kelamiz. Masalan 23 taqsim 10 ni 4-si. 10 ni 4-si bu nima degani? Bu 10 ming degani. Ya'ni 23 taqsim 10 ming. 4 ta 0 bor, to'g'rimi? 23 ni o'zini yozasiz. Orqadan 1 2 3 mana bu joyga o'sha bo'sh joyga 0 qo'yasiz. 4 demak mana shu joyda turishi kerak vergul. Yana bitta bo'shcha bor, yana 0 qo'yamiz. Endi verguldan oldin nimadir qo'shimiz kerak-ku. Ya'ni butun son yo'q bizda, shu sabab 0 ni o'zini yozamiz. Ya'ni 0 butun bo'ladi bu. 0,023 10 mingdan 23 butun 23 10 mingdan 23 degani bu. 10 mingdan 23 degani. Ikkalasi bir-biriga teng, faqat ko'rinishi boshqacha ko'rinishda. Bu ko'rinish unli kasr ko'rinishida. Mana bu ko'rinish oddiy kasr ko'rinishida bo'ladi. Xo'p. Endi yaxshilab qoidaga qaraylik. Agar kasrni mahrajini 10 va uning darajalari ko'rinishida tasvirlash mumkin bo'lsa. Chunki shunaqa bo'lishi mumkinki, biz u mahrajni hech qachon 10 ga yoki 10 mingga yoki 100 ga olib kela olmaymiz. Mumkin bo'lsagina shu 10 yoki 10 ni darajalariga mahrajni olib kelishni iloji bo'lsa, bunday kasrlar unli kasrlar deyiladi. Masalan, hozirgina 2/5 ni biz unli kasr ko'rinishiga o'tkazdik. Qanaqa qilib o'tkazdik? Suratga ham mahrajiga ham bir xil sonni ko'paytirdik. 4/10 bo'ldi. Mana biz mahrajni 10 soniga olib kela oldik yoki biz 100 soniga olib kela olamiz. Ya'ni 20 ga ko'paytirsak, surat bilan mahrajni bu bo'ladi 40/100. Ikkala holatda ham bu unli kasr. Ikkala holatda ham 0,4 yozsa bo'ladi yoki 0,40 yozsa bo'ladi va hokazo. Umuman olganda 4 dan keyin oxirgi butun sondan keyin, oxirgi butun son emas, oxirgi yozilgan mana bu sondan keyin xohlagancha 0 qo'ysak bo'ladi. Chunki qancha mana bu joydan 0 ni yozavermang, pastga ham shuncha yozasiz. Ma'no o'zgarmaydi. Baribir 0 lar qisqarib ketadi, oxirida 0,4 ni o'zi qoladi. Xullas, sizga shunaqa kasr kelib qolsa, 0 masalan 23, oxirdan 0 qo'shishingiz kerakmi? Misol uchun. Endi masalani ishlash uchun deylik. Qo'shsangiz bo'ladi bemalol. Bitta xohlasangiz, ikkita xohlasangiz, 3 ta. Bundan ma'nosi o'zgarmaydi. Bu 23 ming pastda 100 qolmaydi. O'zi aslida boshda qanaqa edi? 0,23 edi. Buni ma'nosi qanaqa? 23 taqsim 100, to'g'rimi? Lekin siz mana bu joyga ikkita 0 qo'shdingiz. Bu nima bo'ldi endi? 2300 bo'ldimi? 2300 bo'ldi degani, pastda ham ikkita 0 qo'shildi degani. Ya'ni 2300 taqsim 10 ming bo'ldi degani. Xo'p. Nima haqida yana gapirayotgandim? Agar kasrni mahrajini 10 va uning darajasi ko'rinishiga olib kelishni imkoni bo'lsa, demak bu unli kasr ko'rinishida yozsa bo'ladigan kasr. Siz aytishingiz mumkin, olib kelishni imkoni yo'qmi? Hammasini ham. Albatta yo'q. Masalan, 2/3. Mahrajda 3 turibdi. Mahrajdagi 3 ni biz qanaqa qilib 10 ga olib kelsak bo'ladi? Nimani ko'paytirishimiz kerakki 10 bo'lsin? Masalan, hech qanaqa son yo'qki ko'paytirsak, surat bilan mahrajni 10 bo'lmaydi. Masalan, ko'paytiring 2 ni bo'ladi 4/6. 10 ga kelmadi. Demak, bu unli kasrda yozishni, demak buni unli kasrda yozishning imkoni yo'q. Yoki ko'paytiramiz 3 ga yana. 12/18.
unli kasr ko'rinishida yozishning imkoni yo'q. Chunki 2 taqsim 3 bu unli kasr emas o'zi aslida. Bu agar biz unli kasrga o'xshab xullas buni agar biz unli kasr ko'rinishida yozishga harakat qilib ko'rsak, bu bo'ladi 0.6666 ketdi cheksiz. Ya'ni cheksiz davriy kasr bo'ladi. Bu o'zi bizani keyingi mavzuyimiz. Cheksiz davriy kasrlar bilan qanaqa ishlashni hali o'rganamiz. Unli kasr nimaligini tushundingiz-a? Mahraji 10 yoki uni qanaqadir darajasi ko'rinishiga olib kelsa bo'ladi. Yoki 10 bo'lishi mumkin, yoki 10 ni kvadrati, yoki 10 ni 3-chisi, yoki 10 ni 4-chisi, yoki 10 ni 5-chisi, yoki 10 ni 99-chisi farqi yo'q. Har qanday darajasini olsa bo'ladi. Lubo bittasi mahrajda bormi? Demak bu unli kasr. Yoki luboy birini mahrajga olib kelsa bo'ladimi? Demak bu unli kasr. Masalan 7 taqsim 25. Bu kasrni biz unli kasr ko'rinishida yoza olamizmi? Biz ko'paytirsak bo'ladi suratga ham mahrajga ham 4 ni. Shunda nimani olamiz? 28 taqsim 100 ni olamiz. Bu bo'ladi 0.28 mana. Biz unli kasr ko'rinishida yoza olar ekanmiz. Qaysi kasrni? 7 taqsim 25 degan kasrni biz yoza olar ekanmiz unli kasr ko'rinishida. Va hokazo shunaqa. Libosonni ko'paytirib ko'rsak, agar mahraj 10 ga yoki 10 ni darajasiga kelsa, bu unli kasr bo'ladi. Agar olib kela olmasak mahrajni 10 va uning darajalariga, demak bu unli kasr emas. Ko'pincha bu mahrajda tub sonlar bo'lsa, bu unli kasr bo'lmaydi. Masalan 4 taqsim 3 dedik boyagina. Yoki 4 taqsim 7. Masalan, endi 5 ta olib kelsa bo'ladi, chunki 10 ni tashkil qiluvchilari bor. 10 ni tashkil qiluvchisi 2 va 5. Mana shu 2 bilan 5 ni o'zi yoki shularning darajalari bo'lsa, bemalol olib kelsa bo'ladi. Mahrajda masalan 4 bo'lsa, uni bemalol 100 ga olib kelsangiz bo'ladi, 25 ni ko'paytirib. Yoki mahrajda 25 bo'lsa, 4 ni ko'paytirib 100 ga olib kelsangiz bo'ladi. Yoki mahrajda 2 bo'lsa, siz buni 5 ga ko'paytirib 10 ga olib kelsangiz bo'ladi. 2 ni kvadrati bo'lsa ham bu 4 degani, 5 ni kvadrati 25 va hokazo. 2 bilan 5 bor joyda yoki 2 bilan 5 ni darajalari bor joyda biz bemalol u kasrni unli kasr ko'rinishiga olib kela olamiz. Endi har doim ham emas. Endi hamma kasrni ham emas, to'g'ri? Nimaga? Chunki ayrim vaqtlarda mahrajda tub sonlar ham turib qolishi mumkin. Masalan 3 taqsim 14 boyagina ko'rsatdim bunaqa misolni. Har qanday sonni ko'paytiring hozir 14 ga. 14 ni bilamiz bu 2 ko'paytirilgan 7. Hozir 5 ni ko'paytirsangiz bu nima bo'ladi? 70 bo'ladi. Lekin bu 10 va uning darajasi emas. Xullas tushundingiz degan umiddaman, juda ham maydalashib ketdik. Keyingi slaydga o'tamiz. Endi misollar ishlashga o'tib ketamiz. Unli kasrlar bilan qanaqa misollar ishlash kerak? Birinchisi bu qo'shishdan boshlaymiz. 49.2 plus 16.17. Endi agar siz yaxshi o'rganib ketsangiz bu mavzuni birdaniga ko'zingiz bilan qo'shib tashlasangiz ham bo'ladi, lekin hozir biz nima qilamiz? Stolbik qilib ishlaymiz. Stolbik degani mana ustma-ust qilib ishlab ko'ramiz. 49.2 plus 16.17. Endi qarang, qo'shganingizda siz har doim eslab qoling, vergulni ostidan vergul yozishingiz shart. Vergulni ostidan vergul yozishingiz shart. Oxirgi sonlar yetmay qolsa ham. Mana oxirgi sonlar yetmay qolsa, siz bemalol 0 yozib qo'ysangiz bo'ladi. Endi siz buni qo'shasiz. Oxirdan 0 plus 7 bu 7. 2 plus 1 bu nechi? Bu 3. Vergulni mana to'g'ri tushirasiz, mana vergulni tushirdingiz mana. To'g'ri, ustma-ust qilib tushirdingiz. 9 ga 6 ni qo'shasiz. 15, 5 yozasiz. 1 dilda, 1 vume deyiladi. Xullas 1 ni yozib qo'yamiz. Xo'p. 4 ni 1 ga qo'shadigan bo'lsak 5, ya'ni boyagi 1 bilan bu bo'ladi 6. 65.37 bo'lar ekan. Siz qo'shish ayrishda eslab qoling, vergulni ostida vergulni yozasiz har doim. Xato qilib, mana bunaqa yozib ketmanglar. 16.17 plus 49.2 qilib yozmanglar. Unaqa qilish mumkin emas. 7 ni nima bilan qo'shib keyin vergulni qanaqa tushirasiz? Mana bunaqa qilib tushirasizmi? Vergul har doim ustma-ust bo'lishi kerak. Chunki, nimaga chunki?
Mana bu qism bu butun qismlar, butun qismlarni alohida qo'shish kerak. Kasr qismlarini alohida qo'shish kerak. Kasr qismlarini qo'shishga soni yetmadimi? 0 yozsangiz bo'ldi, yetadi. Bemalol ishlasangiz bo'ladi. Javobimiz demak 65,37. Keyingisiga o'tamiz. Keyingi misol birinchi amal. 29,06. Ya'ni bu qanaqa kasr ekan? Buni agar yozadigan bo'lsak, bu 29,06 ku 6 taqsim 100 degani. O'zi 0,6 taqsim 100, lekin 0 ni yozib o'tirish shart emas. Mana shunaqa kasr plus mana bu kasr qanaqa kasr? Bu 71,904 mingdan plus mana bu kasrni yozadigan bo'lsak, oddiy kasr ko'rinishda bu 11,37 taqsim 100. Mana shularni siz qo'shishingiz kerak hozir. Agar buni oddiy kasr ko'rinishda qo'shsak, ancha ko'p vaqtimizni oladi. Masalan, har biriga 10 ni ko'paytirishimiz kerak, umumiy makhraj berishimiz kerak kasr ko'rinishlariga. Butun qismlarni alohida qo'shish kerak. Xullas, bu bizga kerak emas. Kerak hozir tinchgina shuni ishlab qo'yamiz oddiy unli kasr yordamida, unli kasrlarning xossalari yordamida. 29,06 ni qo'shamiz 71,904 ga. Mana yana son yetmadimi? Demak, oxiriga 0 ni qo'shib qo'ysak, bo'ladi. 0 plus 4 bu 4, 6 plus 0 bu 6, 0 plus 9 bu 9. Virgulni to'g'ri tushiramiz. 9 plus 1 bu 10. 0 yozamiz. 1 dilda, 1 olib qo'yamiz. 1 в уме. 2 ni 7 ga qo'shamiz. 9 boyiga 1 ni qo'shamiz. 10 bo'ladi. Shunda 100,964 mingdan. Mana bu birinchi ikkitasini qo'shsak, qanaqa son chiqar ekan? Bu bo'lar ekan 100,964 mingdan degan kasr chiqar ekan. Va endi buni qo'shishimiz kerak 11,37 taqsim 100 dan degan kasrga. Ikkinchi amal 100,964 plus qilishimiz kerak 11,37. Soni yetmadimi? 0 qo'shsak bo'ladi, bemalol, adashib ketmaslik uchun. Agar o'zingiz 0 qo'shishni ma'nosini bilsangiz, xullas 0 qo'shib o'tirish shart emasligini bilsangiz, shundoq ham 4 ni pastga tushirsangiz bo'lardi. Chunki 4 plus 0 bu baribir 4 ku. 6 plus 7 bu 13, 3 yozamiz bir dilda. 9 plus 3 bu 12, boyiga 1 ni qo'shamiz 13, 3 yozamiz, yana 1 ni yozib qo'yamiz bu yoqqa. 0 plus 1 bu 1, boyiga 1 bilan 2 bo'ladi. Virgulni to'g'ri tushiramiz va 0 plus 1 1. 1 ni to'g'ri tushiramiz, yana 1. 112,334. Xullas bu qanaqa son bo'ladi? Bu 112,334 mingdan degan son bo'lar ekan. Ya'ni kasr bo'lar ekan. Keyingisini ishlaymiz, minusligini. 45,073 minus 16,29. Oxirida 0 ni qo'shamiz. Kasr chizig'i. No son yetmay qoldi, yana 0 ni qo'shsak bo'ladi. 3 minus 0 bu 3. 7 minus 9 qila olmaymiz. Bundan oldingi sonlardan olamiz. Ya'ni tasavvur qiling, mana bu 50. 50 bo'lsa, endi 49 1 ni oldingiz, 17 qilish uchun 7 ga 1 ni oldingiz, bu 49 bo'ladi. Endi men shunaqa ishlayman. Mana bu 17 bo'ldi. 17 dan 9 ni ayiradigan bo'lsak, 8. To'g'rimi? 8. 9 minus 2 bu 7. 4 minus 6 qila olmaymiz. Yana bitta olamiz yordamga qo'shimcha. 1 ni 4 dan olsak 14. 14 minus 6 bu 8. Virgulni to'g'ri tushiramiz. Mana bu yerda 3 qoldi. 3 minus 1 bu 2. Xolos, mana bu misolda men nimaga 50 dan oldim, 0 dan emas. Men shunaqa o'rganib qolganman, shunaqa o'rganganman ham. Men o'ylashim bo'yicha bu narsa o'zim uchun to'g'ri. Sizga ham o'rgatib qo'yaman xohlasanglar. 3 ni ayirdik. 3 0 ayirdik, 3 qoldi. Ya'ni 7 ni ayira olmaysiz. 7 dan 9 ni ayira olmaysiz. Shu sabab 0 dan hozir olishingiz kerak. Lekin 0 dan emas, mana shu 50 dan olaman men. To'liq. Mana bu yerda 450 turibdi-ku, endi 449 qoladi. Chunki 0 dan olmaydi-ku. Endi logik o'ylab qarasa 0 dan olishning imkoni yo'q. Shu sabab mana bu 50 dan olamiz. Bu 49 bo'ladi.
va bu 17 qilib 17 minus 9 8. Mana bu yerda 49 qoldi. Xohlasak birdaniga yozib qo'yamiz. 9 minus 2 bu 7 virgul tushiramiz. Mana bu yerda nima turganda endi 4 turgani, to'g'rimi? 4 minus 6 qila olmaymiz. Bitta olamiz. 14 minus 6 bu 8. Mana bu yerda 3 qoldi. 3 minus 1 bu 2. Xullas 28,783 degan javob chiqar ekan. Keyingi misol. Eng qizig'i bitta misol 2 marta yozilgan ekan. Mayli, buni tashlab ketamiz. Xo'p, endi ko'paytma va bo'linmaga keladigan bo'lsak, plus minusni tushundingiz qanaqa qilish kerakligini. Shunchaki virgulni osma-os qilib bir-birini tagidan yozish kerak xolos. Endi ko'paytmaga keladigan bo'lsak, birinchi o'rinda 10 va 10 ni ko'paytmasi, ya'ni 10 ni darajalari va 10 ni o'zini ko'paytmasi va bo'linmasiga kelamiz. Agar siz bilardingiz o'zi, masalan 21 ko'paytirilgan 10, buni nima bo'lardi javobi? 210 bo'lardi. Oxirdan bitta 0 qo'shib qo'yardingiz. 37 ko'paytirilgan 100 masalan. 37 yozib, oxiridan ikkita 0 qo'shib qo'yardingiz, to'g'rimi? Bu holatda ham deyarli shunaqa, faqat oxiridan 0 qo'shmaysizda, virgulni bittaga surasiz. Bu holatda ham 21.0 edi-ku, virgulni bitta 10 ga surdingiz, 210 bo'lib qoldi. Endi logikasini tushuntiryapman. Mana bu joyda ham 37.0 edi, virgulni 2 marta 10 ga surdingiz, bu 370 bo'ldi, keyin 3700 bo'ldi. Tushunarli-a? Xuddi shunaqa virgulni surish o'zi aslida oxirdan 0 ni qo'shib qo'yish emas, virgulni surish bilan ishlaymiz. Ma'nosi ham shunday edi o'zi. Siz masalan kichkina sinflarda yoki bundan oldin matematika o'rgangan vaqtingiz shunaqa o'rgangan bo'lishingiz mumkin. Lekin hozir asl ma'nosini tushuntirib berdim sizlarga. Masalan, 45 ko'paytiramiz 100 ga. O'zi bu 45 emas, bu 45.0. Kasr qismi yo'q. 100 ga ko'paytirish degani bu virgulni 2 marta 10 ga olish degani. Ya'ni ko'paytirish deganda endi 450 bo'ldi, yana bitta olamiz, 4500 bo'ldi. Xullas, mana bunaqa ishlab o'tirish shart emas, shunchaki logikasini bilsangiz bo'ldi. 4500 qilib birdaniga yozib ketsangiz ham bo'ladi. Hozirgi holatda 10 ga ko'paytirdingiz, virgulni bir marta 10 ga olamiz, ya'ni 10 ga ko'paytirdik, yana 10 ga virgulni oldik. Tushunarli? Javob nima bo'ladi? 224.5 bo'lar ekan. Keyingisi 100, ikkita 0. Demak, ikkita 0 bo'lgan holatda 2 marta suriladi virgul. Mana bu joyda bo'ladi. 43 17,3. Xullas 4317.3 10 dan. Ya'ni buni oddiy kasr ko'rinishida yozadigan bo'lsak, 4317.3 taqsim 10 bo'lar ekan. Xo'p, davom ettiramiz. Keyingi misol. 83.02 ga 100 ni ko'paytiramiz. Mana bu virgulni 2 marta 10 ga otamiz yana. Bu bo'ladi 8302 va bo'ldi. Mana shu 100 ga ko'paytirganimiz uchun, ikkita 0 bo'lgani uchun virgulni 2 marta 10 ga suramiz va 8302.0 bo'ladi. O'zi mana bu butun 0 ni yozib o'tirish shart emas. Shunchaki 8302 ni o'zi desak ham bo'ladi. 18.7 100 ga ko'paytiramiz. 100 ga ko'paytirganda nima bo'ladi? Virgulni 10 ga suramiz. Bitta surdik, yana bitta suramiz. Shunda 1870 bo'ladi. Keyingisi, bir marta 10 ga ko'paytirsak, virgul mana bu yerda bo'ladi. Yana bir marta 10 ga ko'paytirsak, virgul mana bu yerda bo'ladi. Shunda javob 2.39 bo'lar ekan. Keyingisi, endi bu bo'lishga keldik. Tabiiyki siz ko'paytirgan vaqtingiz, mana 10 ga, 100 ga ko'paytirgan vaqtingiz javobingiz oshdi, to'g'rimi? Boshidagi songa nisbatan oshdi. Mana 22.45 bo'lgandan keyin, undan keyin bo'ldi bu 224.5 masalan. 83.02 edi, 8302 bo'ldi. 43.173 edi, 4317 bo'ldi, to'g'rimi? Masalan, 43 edi-da, bu 43 butun, necha mayda chuddalari bor, mayda qismlari 43 edi, 4300 bo'ldi. Ya'ni siz 10 ga yoki 100 ga yoki shu 10 ni darajalariga ko'paytirgan vaqtingiz siz tushunib turibsiz va bilib turibsizki, sizni soningiz, ko'paytirgan soningiz kattalashdi. 20 ga 10 ni ko'paytirsangiz 200 kub. Endi shu logika bilan eslab qolsangiz bo'ladi. Sizni keyingi soningiz 10 ga yoki 100 ga ko'paytirgandan keyin keyingi soningiz kattalashishi kerak. Masalan, 0.2 bo'lgan bo'lsa, 10 ga ko'paytirdingiz 2 bo'ldi yoki 100 ga ko'paytirdingiz 20 bo'ldi. Mana kattalashdi-ku 0.2. To'g'rimi? Kattaroq son bo'ldi. Endi bo'lganingizda bu nabarot kichikroq son bo'ladi. Bo'lganingizda
Agar ko'paytirganimizda biz virgulni o'ngga surgan bo'lsak, bo'lganimizda endi chapga suramiz. Mana 1 va 2. Ikkita surdik. Mana bu joyda va yana bitta surganimizdan keyin bu yerga 0 qo'yamiz, virgul qo'yamiz va virguldan oldin ham bitta 0 qo'yib qo'yamiz butunlikni anglatish uchun. Xullas, javobimiz ikkita surganimizdan keyin nima bo'ladi? Bitta surdik mana. Yana ikkita surdik. 0 butun bo'lar ekan. 0 0 23. Tushunarli, boya virgul mana bu joyda turgandi, 2 marta surildi. Bitta bu yoqqa keldi, yana bitta bu yoqqa keldi. Xo'p, 100 ga bo'layapmiz, yana virgul 2 marta suriladi. 1 2. Mana shu joyda virgul bo'ladi, bu yoqqa 0 bo'ladi. Xullas 0 butun 12064 degan javob chiqar ekan. Xullas, bo'lganimizda virgulni chapga suramiz, ko'paytirganimizda virgulni o'ngga suramiz. Xo'p, ba'zi narsalarni tushunib oldik. Keyingi misollarga o'tib ketamiz. Ya'ni 10 ga ko'paytirishni yoki 10 ni darajalarga ko'paytirishni siz 100% tushungan bo'lsangiz, endi har xil sonlarni bir-biri bilan ko'paytirishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni har xil unli kasrlarni bir-biriga ko'paytirishni. 1.5 ni 1.2 ga ko'paytirishim kerak. Ko'paytiraman. 1.5 ko'paytirilgan 1.2. Endi ko'paytiruvda siz обычный oddiy ko'paytiruvda ko'paytirgandek ko'paytirsangiz bo'ladi. Masalan, siz ketma-ket tagma-tag qilib ko'paytirardingiz-ku unli kasrlar, oddiy sonlarni. O'sha oddiy sonlarni ko'paytirgandaqa ko'paytiramiz unli kasrlarni ham. 2 ni 5 ga 10 bo'ladi. 0 yozamiz, 1 dilda. 2 ni 1 ga ko'paytiramiz. 2, 1 ni qo'shamiz, 3. 1 ni 5 ga ko'paytiramiz. 5, 1 ni 1 ga ko'paytiramiz, 1. Va buni hammasini qo'shganimizda 0 pastga tushadi, 8 va 1. Endi virguldan keyin nechta son bor? Bitta. Virguldan keyin nechta son bor? Bitta. Umumiy nechta? Ikkita. Virguldan keyin demak umumiy ikkita son bor ekan. Javobda ham xuddi shunaqa bo'lish kerak. Virguldan keyin ikkita son qolish kerak. Ya'ni oxirdan boshlab ikkita sanaymiz. Mana bu yerga virgulni qo'yamiz. Ya'ni 1.80 chiqar ekan, lekin 1.80 yozish shart emas. 1.8 ni o'zini yozib qo'ysak ham yetadi. Demak, javobimiz 1.8 bo'lar ekan. 1.5 ni 1.2 ga ko'paytirsak 1.8 bo'lar ekan. Keyingisi 1.4 ni 1.8 ga ko'paytiramiz endi. 1.4 ko'paytirilgan 1.8. 8 ni 4 ga ko'paytiramiz 32, 2 ni yozamiz 3 dilda. 8 ni 1 ga ko'paytiramiz 8, 3 ni qo'shamiz necha bo'ladi? 11 bo'ladi. 1 ni 4 ga ko'paytiramiz 4, 1 ni 1 ga ko'paytiramiz 1. Hammasini qo'shamiz. 2 ni pastga tushiramiz, 1 plus 4 5 bo'ladi, 1 ni 1 ga qo'shsak 2 bo'ladi. Umumiy virguldan keyin ikkita son bor. Bitta 4 bor, bitta 8 bor. Xo'p, umumiy ikkita bo'lsa, javobda ham xuddi shunaqa bo'lishi kerak. Umumiy ikkita bo'lishi kerak virguldan keyin. Ikkita orqaga sanaydigan bo'lsak, virgul mana bu joyda turishi kerak. 2.52 javob. 2.52. Keyingisi mana bunda ham, bu holatda ham xuddi shunaqa oddiy sonlarni ko'paytirgandek ishlaymiz. Xohlasangiz masalan 17 ni 1.01 qilib yozing. Xohlasangiz 1.01 ni ko'paytiring 17 ga qilib yozing. Ketma-ketligini umuman ahamiyati yo'q, qaysi biringizga qulay bo'lsa. Menga qulay 1.01 ko'paytirilgan 17 qilib yozish. 7 ni ko'paytiramiz 1 ga 7, 7 ni 0 ga ko'paytiramiz 0, 7 ni 1 ga ko'paytiramiz 7, 1 ni 1 ga 1, 1 ni 0 ga 0, 1 ni 1 ga 1 va bularni qo'shamiz. 7 pastga tushadi, 1 bo'ladi, 7 bo'ladi, 1 bo'ladi. Virguldan keyin nechta son bor umumiy? 2 ta, to'g'rimi? 2 ta raqam bor. Virguldan keyin 2 ta raqam bor. Xo'p, javobda ham 2 ta bo'lish kerak. 1, 2. Demak, javobimiz 17.17. Endi ko'z bilan ishlab qo'yish oson bu misolni. Birdaniga masalan 17 ni 1 ga ko'paytirsak 17, 17 ni 0 1 ga ko'paytirsak 0.17 ligini bilib olish oson. Agar siz shunaqa qila olsangiz, to'g'ri birdaniga ishlab ketsangiz bo'ladi. Lekin men maydalab tushuntirishga majburman hamma tushunishi uchun. Keyingi misolni ishlaymiz. 15.04 ko'paytirilgan 0.7. 7 ni 4 ga ko'paytiramiz 28, 8 yozamiz, 2 ni bu yoqqa yozib qo'yamiz. 7 ni 0 ga ko'paytirsak 0, 2 ni qo'shamiz, 2, 7 ni 5 ga ko'paytirsak 35, 5 yozamiz, 7 ni bu yoqqa yozamiz. 7 ni 1 ga ko'paytirsak 7, 7 ni qo'shsak 14.
Endi bu yoqqa 0 larni qo'shib chiqsak, baribir 0 0 0 0 0 bo'ladi. Hech nima o'zgarmaydi. Mayli, maydalab tushuntiraman. 0 ni 4 ko'paytirsak 0, 0 0 ga 0, 0 ni 5 ga 0, 0 ni 1 ga 0. Baribir plus qilsak, javobda baribir shu narsani o'zi chiqadi. 14528 ni o'zi chiqadi. Faqat virguldan keyin umumiy nechta son borligini topib qo'yishimiz kerak. Tepada 2 ta, pastda 1 ta. Umumiy 3 ta son bor. Demak, javobda ham umumiy virguldan keyin 3 ta son bo'lishi kerak. Demak, javob 14528. Xo'p, keyingi misolga o'tib ketamiz. Endi bo'linmani qanaqa ishlashni o'rganamiz siz bilan. Bo'linmada 1 masalan 44 bo'lingan 12. Siz buni oddiy kasr ko'rinishida ishlasangiz ham bo'ladi. Yoki yana bitta yo'li bor, uni tushuntiraman. Xullas, oddiy kasr ko'rinishiga o'tkazadigan bo'lsak, 144 taqsim 100 bo'ladi. Bo'lingan 12. Bo'lingan 12 ni biz ko'paytirilgan 1 taqsim 12 qilib o'zgartirsak bo'ladi, chunki 12 bu 12 taqsim 1 degandaqa. Xullas, 1.44 ni men yozib oldim 144 taqsim 100 qilib. 12 bu 12 taqsim 1 dey narsa. 12 taqsim 1 bu 12 ni o'zi, hech nima o'zgarmaydi. 144 taqsim 100 bo'lingan 12 taqsim 1 bu bo'ladi 144 taqsim 100 ko'paytirilgan 1 taqsim 12. Tushunarli? Teskarisiga o'zgarardi-ku kasrlarni bo'linma qilsa. 144 bilan 12 ni qisqartiramiz. Bu yerda 12 qoladi, bu yerda 1 qoladi. Bo'ldi. Teng 12 taqsim 100 bo'lar ekan. 12 taqsim 100. Ya'ni javobda 0.12 chiqar ekan. Ya'ni unli kasr. Xo'p, bitta yo'li shu, ikkinchi yo'lni boshqa misolda tushuntiraman. 40 ni 0.05 ga bo'lishingiz kerak. Oddiy bo'lsangiz ham bo'ladi. 40 bo'lingan 0.05. Lekin siz ikkalasiga ham 100 ni ko'paytiring, ya'ni virgulni 2 ta 10 ga suring. Mana bu yerda virgul turgan bo'lsa, bitta 2 ta qiling. Ikkalasini ham 100 ga ko'paytirsangiz, bu bo'ladi 40, yana 2 ta 0 bo'lingan 5. Mana endi siz 4000 ni 5 ga bo'lsangiz bo'ladi. Necha bo'ladi? Bu bo'ladi 800 orasida. Mayli, bitta 8 dan beraylik. 40 bo'ladi, 0 bo'ladi. 2 ta 0 ni bu yoqqa yozamiz, 800. Yoki boshqachasiga 40 bo'lingan 0.05 qilib yozsangiz, tepaga ham, pastga ham 100 ni ko'paytirsangiz bo'ladi. Bunda nima bo'ladi? 4000 bo'lingan yana 5. Endi bularni qisqartirsangiz bo'ladi yoki 4000 ni 5 ga bo'lsangiz bo'ladi. Javob 800 chiqadi. Xullas, agar siz kichkina sonni, ya'ni unli kasrli sonni bo'lsangiz kattaroq songa 12 ga, siz kasr ko'rinishda yozsangiz qulay, sizga qulay. Agar siz kattaroq sonni bo'lsangiz kichikroq songa, ya'ni unli kasrga bo'lsangiz, siz mana bunaqa ko'rinishda ishlasangiz qulay. Lekin любой misolda ikkalasini ham ishlasa bo'ladi, hech qisi yo'q. Hattoki pastda ko'rsatganimdaqa oddiy kasr ko'rinishda yozsangiz ham bo'ladi. Kasrdagi kasr ko'rinishda yozsa ham bo'ladi, umuman farqi yo'q, hech qisi yo'q. Masalan, 1.44 bo'lingan 12 qilsak, tepaga ham pastga ham 100 ni ko'paytiring. Tepaga ham 100 ni ko'paytiramiz, pastga ham 100 ni ko'paytiramiz. Bu bo'ladi 144 tepada, pastdagi prosta 12 ko'paytirilgan 100 yozib qo'yamiz, ko'paytirib o'tirmaymiz. To'g'rimi? 100 ni 1.44 ko'paytirsangiz 144 bo'ladi-ku. 144 bilan 12 qisqaradi, tepada 12 qoladi, pastda 1. 1 ni 100 ga ko'paytirsak 100. Xullas, ishlash usullari bor shunaqa. Bemalol любойni ishlatsangiz bo'ladi. Bu darsligimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ya'ni unli kasrlarni nimasini, tushunchasini tushunib oldik va bir ikkita xossalarni bilib oldik. Ko'paytirish, bo'lish va hokazo. Endi keyingi darslikda unli kasrlarga oid bo'lgan qiyinroq misollarni ishlashni o'rganamiz. Ya'ni bu darslikni 2 ga bo'lishga qaror qildim, chunki sal uzunroq bo'lib ketdi. Tushunishga ham sizga qiyinroq bo'ladi. Yarim soat 40 minutdan bo'lsa, bu anchagina qulay bo'lgan bo'lar edi. Juda ham uzun darslikni baribir ko'rishga qiynalasiz, charchaysiz va xayollaringiz bo'linishni boshlaydi. Bitta darslikni ko'rib, yaxshilab tushunchasini olib, zo'r qilib tushunib oling va bu darslikdan keyin birgina misollarni ishlashda ham davom eting. Misollar bizning Telegram kanalimizda bor. Yoki shu video ostidagi havolada ham biz unli kasrlarga oid bo'lgan misollarni qo'yib qo'yamiz. Bemalol o'tib ishlab, keyingi video darslikka o'tib ketsangiz bo'ladi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.